Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaratgan Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu kunlarda, barakotli soatlarda, hajjul masokinda, Alloh taoloning bayti bo'lmish go'zal muhtasham masjidda Alloh taoloni o'zi barchalarimizni jam bo'lmoqligimizni Robbim nasib ayladi. Alloh taolo har birlarimizga istiqomati shariat, fazilat va yaxshiliklarni Robbimni o'zi hammamizga nasib aylasin. Bugun Alloh taoloni fazlu marhamati bilan 26-sentyabr Rabiul Soni oyining 4-chisi bugungi bizlarga berilgan mavzu ustozlar millat chirog'i degan mavzuda inshaalloh amr ma'ruflarimizni davom ettiramiz. Chunki barchalaringizga ma'lum kelayotgan 1-oktyabr kuni ustoz va murabbiylar kuni. Alloh taoloni o'zi barchalarimizning farzandlarimizni, o'zlarimizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdek ustoz va muallimlardan bo'lmoqligimizni Robbimni o'zi nasib aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ahadisi shariflarida al-ulama'u warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman fa innama warithul ilma dedilar. Olimlar, ilm egalari, ilm ahllari ular payg'ambarlar merosxo'rlari. Payg'ambarlar o'zlaridan keyingi avlodga uy, mashina, latta-putta, tilla taqinchoqlarni meros qilib qoldirmadilar. Dinor, dirhamlarni meros qoldirmadilar. Ular o'zlaridan keyingilarga ilmni meros qoldirdilar. Kim agar ilmdan nasibador bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarlarning merosidan merosxo'r bo'libdi dedilar. Ya'ni merosxo'rlar kim? Sizni merosingizdan merosxo'r nasibador bo'ladigan kim? Ular asllar. Asllar kim? O'g'illar, qizlar, asliyat ular. Demak, payg'ambarimiz nima deyaptilar? Ilmdan nasibador bo'lgan odamlar payg'ambarning merosidan merosxo'r bo'lganlar deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Merosxo'rlar kim? Ular asl. Alloh taoloni fazilati ila payg'ambarimiz mana shunday ilmning darajasini ko'tardilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda yarfa'ullohu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna xabir. Alloh taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni darajasini, martabasini Alloh baland qilgan. Alloh ko'taradi. Alloh qilgan barcha yaxshi amallaringiz va yomon amallaringizdan xabardor zot deb Alloh Qur'onda keltiryapti. Bu oyatga e'tibor bering. Ilm egalarini va iymon egalarini martabasini kim ko'tardi? Alloh ko'tardi. Buni men bilan siz unga maqom martaba bermagansiz. Men sizni ishga qabul qilib, shirkatimga rahbar qilib qo'ygan bo'lishligim mumkin. Rahbarlikni kim bergan? Men berganman sizga. Siz bir tashkilotga, bir korxonaga, bir joyga rahbar bo'lgansiz. Rahbarni kim tayinlaydi? Odamlar. O'sha tashkilotning kattalari. Lekin ilm darajasini kim bergan? Alloh bergan. Ilm egalarini darajasini, martabasini kim baland qildi? Alloh martabasini baland qildi. Bu degani nima degani? Alloh ko'targan narsani bandasi tushira olmaydi. Alloh baland qilaman dedi. Alloh baland qilib qo'ydi. Ilm egalarini, ilm ahllarini Alloh taolo martabasini baland qildi. Kimni? Tolibi ilmni. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Tolibi ilm yursa farishtalarning qanotida yuradi. Farishtalar qanot yozadi. Yursa talaba tolibi ilm farishtani qanotini bosib yuradi dedilar. Bu martabani, bu maqomni kim berdi? Alloh berdi.
bu martabani men bilan siz tushira olmaymiz. Qancha g'iybat qilsak, qancha fitna qilsak, qancha yomon gapirsak, qancha noto'g'ri mulohaza qilsak, ularning obro'ylarini, martabalarini men bilan siz tushira olmaymiz. Shuning uchun olimlarimiz aytadilar, Xudo yoqqan shamni bandasi puflab o'chiraman desa, soqoli kuyadi. U shamni puflab o'chira olmaydi. Bu shamni yoqqan kim? Alloh, Robb. Alloh Qur'onda aytayapti, ilm egalarini, ilm ahllarini men martabasini, Alloh martabasini ko'tardi. Alloh taolo mana shunday martabalar bersin bizga. Bugun savol berishligimiz mumkin. Ko'pchilik shu savolni beradi. Zamonasida Imom al-Buxoriylar chiqdi bizdan. Imom Nasafiylar chiqdi, Imom Zamaxshariylar chiqdi. Farobiylar chiqdi, katta-katta darg'alar, katta-katta olimlar, katta-katta buyuk insonlar. Ular nega bugun chiqmayapti? Ular 100 yilda, 1000 yilda bir dunyoga keladi deb eshitganmiz. Shu gap to'g'rimi? Nega bugun bunday bo'lmasa? Nega ular zamonning allomalari bugun dunyoga kelmayapti degan savolni bizga berishadi. Zamonasida Alloh taolo fazl qilgan davr asnosida Alloh taoloni o'zi har birimizga yaxshilik o'laroq fazilat bergan islomiyat, din va diyonat rivojlangan bir zamonda Muhammad Fotih Sulton degan katta buyuk turk xonlarini biz ko'rganmiz, eshitganmiz tarixda. Muhammad Fotih Sulton yoshliklarida u kishining otalari Murodxon II yoshliklarida juda sho'x, juda to'polonchi, juda navqiron, juda gapga quloq solmaydigan yigit edilar. Murodxon II Muhammad Fotih Sultonni o'sha Turkiya eng allomalaridan Oq Shamsuddin degan katta ustoz, katta pir edilar u kishi. U kishining oldilariga etib shogirdlikka berdilar. Shogirdlikka berganlarida Shamsuddinxon hazratlari dars o'tsalar, tolibiy ilmlar ichidan Fotih Sulton gapga quloq solmay, to'polonchilik qilib, darsni eshitmay, darsni yozmay, ham o'zi, ham boshqa yonidagi talabalarga notinchlik, bir boshqacha holat paydo qilardi. Shunda Shamsuddin aytardilar, Muhammad Fotih Sulton, siz darsga quloq solib o'tiring, to'polon qilmang desalar, men podshohning o'g'liman derdi. Agar siz meni hozir urushsangiz, holimga qo'ymasangiz, otamga aytib beraman derdi. Murodxon II butun saltanat egasi, podshohning o'g'li. Haqiqatda men va sizning erka farzandlaringizday. Bugun farzandlarimizga, nevaralarimizga o'qituvchisi gapira olmaydi-ku. Aslida nevaramiz to'polon qilgan. Agar o'qituvchisi unga bir dakki bersa, yuguramiz. Nimasan? Kimsan meni o'g'limga gapirasan? Kimsan meni nevaramga gapirasan? Sen darsingni o't, pulingni ol, boshqasiga ishing bo'lmasin deysiz-ku mana. Shunda juda qiyin ahvolga qolib, na Fotih Sultonni o'zi o'qiyapti, na atrofidagi yigitlarga o'qishga qo'yayapti. Majbur bo'ldilar. Oq Shamsuddin Murodxon II'ni oldiga bordilar. Bir qochiq qonimdan kechasiz. Majbur bo'lib keldim. Nima gap? O'g'lingizdan, jigar go'shangizdan shikoyat qilib keldim. Birodar, har bir otaga farzandini haqqidan yomon gap gapirish og'ir. Hech kim xohlamaydi farzandining orqasidan yomon gap gapirishni. Xohlaymiz hammamiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz orqasidan rahmatlar eshitishni. Uning yutuqlarini ko'rishlikni hammamiz xohlaymiz. Lekin aytdilar, siz xohlaysiz shuni, lekin men o'g'lingiz haqida shikoyat qilib keldim. Shikoyatim shu: to'polonchi, podshohning o'g'li, erka. Nima desa unga muhayyo qilib bergansiz. Nevaralaringizga, o'g'illaringizga xuddi sizday muhayyo qilib bergansiz. Rahmat.
Shuning uchun holat shunday. Murodxon 2 nima dedilar? Bir hiyla qilamiz. Lekin mana shu hiylamga siz xo'p deng, yo'q demang dedilar Shamsuddin xonga. Xo'p dedilar. U nima hiyla? U juda qaltis hiyla edi. Juda qaltis ish edi. Ish chappasiga ketishligi ham mumkin edi. Qulog'iga shivirladi Murodxon 2. Oq Shamsuddinni. Xo'p dedilar, majbur xo'p dedilar. Xuddi shunday talabalarga dars o'tayotgan edilar. Odatdagidek Fotih Sulton to'palang qarqasha qilyapti. Odam ham o'zi, ham yonidagi o'rtoqlarini dars tinglashga qo'ymayapti. Oq Shamsuddin aytayaptilar, Fotih Sulton jim o'tiring, dars tinglang desa, men podshohning o'g'liman, otamga aytib beraman, meni urishsangiz deyotgandi. Shunday eshik ochildi. Murodxon 2 kirib keldilar. Shamsuddin Muhammad Fotih Sultonning otalari. Ustoz ham o'rinlaridan shunday turdilar. Sen kimsanki dedilar, meni ruxsatimsiz meni sinf xonamga kirasan dedilarda, tarsakini berib yubordilar. Podshoha Murodxon 2 butun saltanatning egasi. Kim bo'libsanki sen meni dars berayotganimda darsimni buzib, mendan ruxsatsiz meni sinf xonamga kirasan dedilarda, yuzlaridan tarsakini berib yubordilar. Murodxon 2 uzr kechirasizlar dedi. Ko'chaga chiqdi. Darsni tugashini kutdi. Shu holatda dedilar Oq Shamsuddin Muhammad Fotih Sultonni rangi oqarib, tili kalimaga kelmadi. O'zi ishongan tog'i, otasi, podshoh ustozdan tarsaki olib o'tiribdi. Shundan keyin deydilar Oq Shamsuddin, Muhammad Fotih Sulton juda tartibli, juda odobli, o'rtoqlaridan orqada qolib ketgan yigit o'rtoqlaridan o'zib ketib, darslarni joyida qilib, shunaqangi Alloh taolo unga fazl bergandiki, ilmda peshqadam bo'lib ketdi. Shuning uchun nega bugun Imom al-Buxoriylar chiqmayapti? Nimaga Fotih sultonlardek aqlli, ziyrak, zakovatli olimlar chiqmayapti? Nega bugun darg'alar chiqmayapti desangiz, birodar, farzandlarini, nevaralarini olim bo'lishligi uchun tarsakini ko'tara olmayapti odamlar. Farzandlarini olim bo'lishligi, nevaralarini qori bo'lishligi uchun tarsaki ko'tarib biladigan otalar va bobolar kerak bizga. Bugun hadeb farzandingizni tarafini oladigan bo'lsangiz, hadeb farzandingizga mol-u davlatingizni ro'kach qiladigan bo'lsangiz, hadeb aytganini qilaversangiz, birodar, farzandlaringizdan olim chiqmaydi. Hadeb farzandingizga o'qituvching kim bo'libdi senga bunday gapiradi, o'qituvchingni o'zim urishib qo'yaman degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, ilm egalarini farzandingiz oldida obro'yini to'kadigan bo'lsangiz, jamiyat orasida to'kadigan bo'lsangiz, maktabiga borib yoki institutiga borib farzandlaringizni yonini olib to'palang va xarxasha qilib keladigan bo'lsangiz, birodar, biling farzandlaringizdan olimlar chiqmaydi. Olimlar ular, ilm egalari, ular kim? Payg'ambarning merosxo'rlari. Birodar, payg'ambarning merosxo'ri bo'lish uchun tarsakiga chidab berish kerak. Farzandingizni ayrilig'iga chidab berish kerak. Farzandingizni ozgina beli og'rishiga, kechqurunlari bedor bo'lishligiga, ko'zini nuri ketishligiga chidab berish kerak. Shunda farzandlar olim bo'ladi. Shunda farzandlar ustoz bo'ladi. Shunda ustoz bo'lganda ham ular millat chirog'i bo'ladi.